Ko'pchilik abituriyentlar biologiyaning genetika masalalarini osonroq tiplarini ishlashni ancha o'rganib oldi. Ammo sizga genetikadan biologiyaning eng murakkab masalalaridan, masalan, shajara usulida masalalarni ishlashni so'rasa, nima qilgan bo'lardingiz? Bugun sizlar bilan genealogik usulni, ya'ni shajara usulida masalalar ishlashni, oson ishlashni o'rgatib qo'yaman. Bu milliy sertifikatda mart oyida tushish ehtimoli juda ham yuqori. Demak, bugun sizlar bilan ushbu Nodirbek Ismoilov masalalari kitobini 5-variantini davom ettiramiz. Demak, ekraningizda 42-savol ko'rinib turibdi. 42-savol quyidagicha ekan. Proband erkak kishi bo'lib, o'roqsimon anemiyaning yengil formasi bilan kasallangan. Keling, birinchi navbatda biz berilish yozib olaylik. O'roqsimon anemiyani irsiylanish tipini bilishimiz kerak. Demak, o'roqsimon anemiya. Odatda buni retsessiv kasallik deb ataladi. Demak, 3 xil genotip yozaman. O'roqsimon anemiya bo'yicha qaysi biri kasal, qaysi biri sog'lomligini o'shanda bilib olamiz. Demak, berilish bo'yicha mana bu holatda, ya'ni retsessiv gomozigota holatda kasallik juda ham og'ir o'tadi. Ya'ni bu kamqonlik. Heterozigota holatda bu oraliq irsilanishga ega bo'lganligi uchun yengil formulasi bo'ladi. Va gomozigota degan holatda esa sog'lom bo'ladi. Demak, mana shu holatda berilishlarni yozib oldik. Endi bir boshidan har bitta gapni nuqta beruvchi o'qib belgilab olamanda, shu joydan qarab turib shajara yasayman. Shajara yasayotganini eslab qoling, maxsus ishlatiladigan birliklar bor. To'rtburchak yozsam bu erkak degani eslab qoling. Dumaloq chizsam bu ayol degani. Sizga tushunarli bo'lishi uchun men to'rtburchak va dumaloqlarni yozganimda ichiga genotipini yo bu holatdaligini yozib ketaman. Odatda rang bilan bo'yab ketiladi. Masalan, agar ichi to'liq bo'yalgan bo'lsa, odatda dominant gomozigota olib ketiladi. Nuqta qo'yib qo'yilsa ichiga heterozigota, agar ichi bo'lmish bo'lsa, retsessiv gomozigota olib ketiladi. Qoidasi bo'yicha. Lekin men genotipini yozib ketaman sizga tushunarliroq bo'lishi uchun. Demak, probandni yozyapman. Proband deyapti. E'tibor bering, erkak kishi. Demak, proband nima degani deydigan bo'lsa, proband bu tajriba quyonchasi boshqacha qilib aytganda, ya'ni o'rganilayotgan organizm, ya'ni uni avlodlari va undan keyingi o'tadigan ajdodlari haqida ma'lumotlarni beriladi. Xo'p, demak, proband erkak kishi. Agar siz biologiya masalalarini ishlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, unda sizga biologiya masalalari masteri kursimni tavsiya etaman. Ushbu kursda biologiyaning barcha turdagi masalalari noldan nazariyasi va masalalar ishlash texnikasi eng osondan murakkabiga qadar to'liq o'rgatiladi. Kurs haqida ma'lumot va unga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada kurs so'zini yozib qoldiring. Xo'p, buni genotipini yozaman. Qizilda yozib qo'yaman ichiga. O'roqsimon anemiyaning yengil formasi bilan chalingan ekan. Demak, mana yozib qo'ydim. Endi davom etamiz. Uning turmush o'rtog'i sog'lom. Turmush o'rtog'ini yozaman. Demak, turmush o'rtoq. Sal bir-biriga qarab yozaman. Demak, turmush o'rtog'i nima ekan desa, turmush o'rtog'i sog'lom. Demak, unda genotip dominant gomozigota. Mana. Hop. E'tiborli bo'layotganim, demak, turmush o'rtog'i sog'lomligi. Proband esa yengil anemiya bilan, ya'ni yengil formasi bilan chalingan. Juda ham muhim ma'lumotlar berdi. Demak, er-xotin haqida ma'lumotni bilib oldik. Probandning qizi esa, qizi ham shu kasallikning yengil formasi bilan kasallangan. Yengil formasi degani bu kasal farzand tug'ilyapti bulardan. Demak, mana bulardan farzand, ya'ni qizi degani uchun dumaloq chizishim kerak. Mana u ham yengil formasi bilan kasallangan. Mana yozib qo'ydim. Bo'ldi. Davom etaman. Ana endi probandning qizi shu kasallik bilan, demak, yengil formasi bilan kasallanganini yozib qo'ydim. Endi probandning onasi va buvisi. Mana shu yerda chalg'itib qo'yadigan narsa onasi va buvisi.
Buvisi endi ota tomondagi buvisimi, ona tomondagi buvisimi? Shu narsa chalg'itib qo'yadi bizni. Va shuni bilib olishimiz uchun parabandni onasi va buvisini, ya'ni onasini buvisi ham olib ketaveramiz. Ya'ni onasi va onasini onasi buvi bo'ladi-da unga. Shunga nisbatan yozamiz. Demak, aaa, shu kasallikka chalingan. Demak, og'ir yengilligini aytmayapti. Demak, og'ir bo'lsa aytib ketadi, yengil formasi bo'lishi kerak, bo'lmasa chiqmay qoladi. Parabandni onasini yozaman. Onasi va onasini yozamiz. Mana bu yerga yozib qo'yaman. Sal endi teparoqqa chiqarib qo'yaman. Mana shu yerga tomonroq qo'yib turaman. Mana. Shu kasallik bilan kasallangan, ya'ni heterozigota holatda yozib turaman. Hop, yozib oldim. Endi nima yozamiz? Xo'p, onasini 2 ukasi bor. Demak, parabandni onasi mana edi. Uni 2 ukasi bor ekan. 2 ukasini chizamiz endi yoniga. 2 ukasi va bobosi sog'lom deyapti. Bobosi sog'lom. Demak, parabandning bobosi kim desa, mana bu buvisini yozdik. Mana bu yerga yozaman bobosini. Mana. Hop, buni sal surib qo'yaman, ha. Mana bobosi. Endi qarang. Belgisini yozadigan bo'lsam, bobosi ham sog'lom ekan. Xo'p, mana bobosini sog'lom qildik. Endi 2 ukasini, ya'ni onasini ukalarini ham sog'lom qilib qo'yyapman. Mana. Endi bularni mana avlodi mana shuna holatda yoziladi. Mana shajara qilib qo'ydik. Demak, buni ham yozib qo'yaman demak. Onasini demak 2 ukasi va bobosi qanaqa desa sog'lom. Mana shu yergacha belgilab oldim. Parabandning endi xotinining 2 singlisi. Endi parabandni xotini haqida gaplashamiz. Ya'ni mana bu haqida gaplashamiz. Demak, xotinini demak 2 ta singlisi bo'lib deyapti. Demak, 2 ta singlisi bor ekan. Singillari dumaloq qilib yozamiz. Mana. Mana. Xo'p, yozib oldim. Endi qarang, qarang. Parabandning xo'p, 2 singlisi bor, ya'ni xotinining 2 ta singlisi bor. Biri o'roqsima anemiya tufayli vafot etgan degan ma'nosi gomozigota retsessiv degani. Ya'ni og'ir formasi bilan kasallangani uchun vafot etadi odatda. Ikkinchisi yengil formasi bilan kasallangan. Mana. Xotini va uning 2 ta singlisi haqida ma'lumotni oldik. Endi parabandni qarang, parabandni otasini 2 ta ukasi bor. Endi parabandni otasi haqida gaplashamiz. Onasi kim edi? Onasi mana edi. Mana bu. Endi otasi mana bu yerga yozaman. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yo'qsa bizni yo'qotib qo'yasiz. Parabandni otasi mana u. Endi bularni to'qnashuvidan bu paydo bo'lgan. Ya'ni paraband paydo bo'lgan. Otasini deyapti. Xo'p, mana bu yerda bitta gap qolib ketibdi. Parabandni xotinining ota-onasi ham shu kasallikning yengil formasi bilan kasallangan. Demak, mana bu parabandni xotinini va uning 2 ta singlisi edi. Endi bularni ota-onasi haqida gapiryapti. Demak, bularni ota-onasi, ya'ni qudalar haqida gaplashyapmiz hozir. Mana to'qnashuvidan 3 ta farzand bo'lgan, bittasi uni xotini bo'lyapti. Endi ikkalasi ham yengil forma bilan chalingan ekan. Hop. Mana shularni sal yo'roqqa yozishim kerak ekan, bo'lmasa sig'may qolar ekan. Mana sal yo'roqqa yozdim. Nimaga? Chunki hozir sig'may qoladi bo'lmasa. Aytini buni ulab qo'ysam ham bo'laveradi. Mana. Xo'p, demak, qudalari yozib oldim. Qudalari, ya'ni ota-onasi ham, ya'ni xotinning ota-onasi ham yengil formasi bilan kasallangan ekan. Yengil forma bilan kasallangan, ya'ni heterozigota holatda yozib olaman buni. Mana. Yozib oldim.
Ancha tushunarli bo'lyapti. Maydalab tushuntiryapman iloji boricha. Demak, prabandni xo'p, xotinini ota-onasi haqida gaplashdik. Endi prabandni otasini ikkita ukasi bor. Mana shu narsa qolib ketadi. Endi mana shu prabandni otasini ikkita ukasi va bitta singlisi bor. Shu haqida gaplashamiz. Xo'p, endi shular haqida gaplashadigan bo'lsa, endi mana buni ham sal surib qo'yar ekanman, chunki hozir prabandni otasini tomonni yozaman desam, sig'may qolar ekan. Mana endi joy yetarli bo'ladi. Xo'p, mana buni bundoq qilib qo'shib qo'ysam bo'laveradi. Demak, otasini ikkita ukasi, bitta singlisi bor ekan. Shuni yozaman demak. Ikkita ukasi, mana to'rtburchaklar va bitta singlisi, bitta do'malog'i bor. Mana yozib oldim. Endi shular haqida ma'lumot beryapti, qarang. Ikkita ukasi va bitta singlisi bor. Ularning barchasi shu anemiya kasalligining yengil formasi bilan kasallangan. Ya'ni hammasi shuni yengil formasi bilan kasallangan. Demak, mana shuni holatda hammasini yozib oldim. Endi mana shu yerda e'tibor berganingiz, qarang. Otasi qanaqa tipda bo'lishi mumkin? Xo'p, bu yerda odatda gomozigota olib ketiladi. Chunki barchasi heterozigota chiqishning ilojisi yo'q. Shuning uchun odatda bu narsani nima qilamiz? Gomozigota olib ketamiz. O'shanda otasini ota tomondagi bobosi bo'lsa, o'shanda mana shuni yozib qo'yaman. Mana buni otasini ota-onasi o'zimcha yozib qo'yapman, buni so'ramagan va bermagan. O'shanda bu belgilar bo'yicha gomozigota va bittasi heterozigota bo'ladi. Balki o'rni almashib qolgandir. Shu holatda bo'ladi. O'shandagina otasi va uni ikki ukasi va singlisi shunaqa holatda tug'iladi. Endi qarang, prabandning demak, yengil formasi bilan kasallangan deb gaplashdik, bo'ldi. Endi qarang, prabandni ammasi, ya'ni otasini singlisi. Kim bu? Mana bu. O'zi ham ikki farzandi ham shu kasallikdan vafot etgan. Demak, shu kasallikdan vafot etgan bo'lish uchun bu o'ziga o'xshagan bilan nima bo'lish kerak? Turmush qurgan bo'lishi kerak. O'shanda bularning farzandi ham, ya'ni mana bulardan tug'iladigan farzand ham, endi bittasi qiz, bittasi o'g'il deb misol qilaylik. Mana bittasi qiz, bittasi o'g'il. Halok bo'lgan bo'ladi o'shanda. Aytaylik, heterozigota. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yo'qsa bizni yo'qotib qo'yasiz. O'shanda ikki farzandi ham mana gomozigota retsessiv bo'lganda odatda halok bo'ladi. Mana bunga o'xshagan halok bo'ladi. Chizib qo'ydim hammasini o'rtasiga. Mana shu holatda demak yozib oldik. Prabandni yo'qotib qo'ymaslik uchun uni bo'yab qo'yaman. Demak, bizning prabandimiz, o'rtoqlar, mana bu edi. Ya'ni biz bu haqida gaplashyapmiz. Prabandni xo'p, mana shu yerda yashil bilan bo'yab qo'yay. Ya'ni biz mana shu haqida gaplashayotgandik. Praband, ya'ni o'rganilayotgan odam shu edi. Xo'p, odatda bunday qilib stirga qo'yib qo'yiladi. Ikki farzandi va shu vafot etgan deyapti. Mana biz shajarani chizib oldik, o'rtoqlar. Mana shu holatda. Ya'ni quda tomonni ham, larga quda tomonni ham hammasini farzandigacha hammasini bilib oldik. Endi yaxshilab e'tibor berib qaraysiz. Nima so'ratganiga qarab turib topamiz. Xo'p, birinchi shart, ya'ni topshiriq. Belgilar va uni boshqaruvchi genni praband oilasining genealogik shajarasi daraxtini chizing. Hozir biz shajara daraxtini chizdik. Mana shu holatda chiziladi. Shajara daraxtida masala shartiga tilga olingan farzandlarning genotipini yozing deyapti. Genotipi yozilgan o'zi. Shularni so'rayapti. Demak, A bo'yicha so'rayotgan narsalar. Demak, shajara daraxtiga moslab turib prabandni qarang. A savolda. Qizi praband kabi genotipga ega yigitga turmushga chiqsa, demak, prabandning qizi mana u edi. O'ziga o'xshagan genotipli bilan
nima bo'lsa, turmush qursa, ya'ni mana shu holatda bo'lsa, nima deyapti davomida? Farzandlarning necha foizi kamqonlikni og'ir formasi bilan, ya'ni retsessiv gomozigota bilan tug'ilishi ehtimoli bor. Endi buni to'qnashtiradigan bo'lsangiz, avlod gomo, getero va retsessiv gomozigota. Bu chiqish ehtimoli, ya'ni 4 ta 100% chiqadi. Endi og'ir formasi deyaptimi? Demak, mana bu bo'yicha olib ketasiz. Ya'ni bittasi qancha desangiz, bu 25% ehtimol bo'ladi. Bizdan shuni so'rayapti. Demak, A shartiga savoli javobi shu. Davom etamiz. Endi B shartiga o'tyapmiz. yaxshilab qarab turasizlar va Shajaranani savolni yaxshilab qarab turasizlar va savolni o'qiyapman. o'qiyapman. Sal kattaroq qilay. Xo'p, demak, yaxshilab e'tibor bering. B savolga o'tdik. Probandning onasi tug'ilgan oilada, mana shu yerda e'tibor bergan narsa probandni onasi tug'ilgan oila. Shuni topib olaman. Probandni onasi tug'ilgan oilasi mana. Proband mana. Uni onasi mana. Uni oilasi mana. Ko'ryapsiz? Demak, probandni onasi tug'ilgan oila bizda mana bunga nisbatan aytyapti. Ya'ni B savoli sharti bo'yicha 3 ta farzand bor. Ko'ryapsiz? Demak, men shuni yozaman. Mana onasi va uni tug'ilgan oilasi. Mana shu. Xo'p. Farzandlarning necha foizi sog'lom deyapti. Demak, probandni onasi tug'ilgan oilada 3 ta farzand bor. Bu 100%. Endi tajriba emasda bu, real hayotda bo'lgan narsa. Shuning uchun 3 ta farzand bo'yicha 3% deysiz. Endi nechtasi sog'lom desa, ikkitasini olasiz mana bu yerdagi. Demak, ikkitasi sog'lom desangiz 66,66% ga to'g'ri keladi. Mana shu holatda demak ishlanadi. Demak, B savol shartining javobi shu. Endi C da nima deyapti? Qarang. Probandni endi yaxshilab qarang. Endi buni qizilda bo'yab qo'yaman farqlashimiz uchun. Probandni xotini tug'ilgan oilada. Probandni xotini tug'ilgan oila. Endi qizilda do'maloq qo'yaman. Probandni xotini mana. Mana. Uni oilasi mana. Ko'ryapsiz? Demak, probandni xotini tug'ilgan oila mana bu. Bu yerda shuni savol sharti bo'yicha shuni aytyapti. Mana bu yerga yozaman. Mana bu yerga yozaylik. Xotini tug'ilgan oila mana. Mana bu va mana bular tug'ilgan. Xo'p, davom etamiz. Savol bo'yicha farzandlarning necha foizi sog'lom bo'ladi deyapti bunda ham. Demak, probandni 3 ta, ya'ni xotini tug'ilgan oilasida 3 ta avlod bor. 100%. Endi sog'lom degandan keyin mana bu yerda berilish bo'yicha mana bu gomozigota dominant olinadi deb aytdik. Demak, undan bittasi to'g'ri kelyapti. Ya'ni probandni xotinining o'zi, ya'ni bu 33,33%. Hisoblasangiz shunaqa son chiqadi, ya'ni davriy son chiqib ketadi. 3 dan biri degan ma'noni anglatyapti bu yerda. Demak, bizda so'rayotgan narsa shu edi. Xo'p, to'g'ri burchakka olib qo'yay to'g'ri javoblarni. Mana. Va oxirginchisi D savolga o'tdik. Xo'p, D savolda aytyapti, yaxshilab e'tibor berasiz. Probandning endi yana e'tibor beradigan narsa, xo'p, ko'kda chizaman. Probandning otasi tug'ilgan oila. Endi probandning otasi tug'ilgan oilani topishim kerak. Probandni qarang. Otasi mana. Uni tug'ilgan oilasi mana bu 4 tasi. E'tibor beradigan narsamiz shu. Demak, mana bu 4 taga nisbatan aytilyapti. Bu D niki, mana buniki, avvalgi C edi. Mana bu esa A edi. So'rayotgan narsalar. Xo'p, otasi tug'ilgan oilani yozaman. Demak, gomozigota, 2 ta heterozigot, 3 ta heterozigot ekan. Mana, yozib oldim. Endi e'tibor bering, unda ham so'rayotgan narsa necha foizi anemiyaning yengil formasi bilan kasal deyapti. Demak, yaxshilab qarasangiz, 4 ta avlod, 4 ta 100%. Yengil forma mana bu uchalasiga to'g'ri keladi. Demak, 3 tasi 75% ga to'g'ri keladi.
Qarang, savol judayam oson. Mana bir pasda ishlab qo'ydik. Aslini olganda buni ham tez ishlasa bo'ladi, faqat tushuntirishimga vaqt ketdi o'rtoqlar. Masalani ishlanishi bo'yicha savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyaga yozing. Ushbu masalani mana shu yozgan chizmam Telegram kanalimizga joylab qo'yaman. O'sha yerdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana azizlar, bugun sizlar bilan genetikaning eng murakkab masalalaridan biri bo'lgan genealogik masalalar, ya'ni shajara usulidagi masalalarni oson ishlashni o'rganib oldik. Aslini olganda barchasi oson, faqat to'g'ri tushunish kerak. To'g'ri tushungan inson eng oson yechimlarni topa oladi. Video yoqgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.